Assalomu alaykum, kanalımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi roligimizda ijaraga 2 xona kvartira chiqdizlar. Mestasi zo'r, ikkinchi qavatda ham yangi domda, ya'ni shu 1, 2, 3, 4-podizda, ikkinchi etaj chap tarafida aynada nomerlarini ham qistirib ko'rsatilganlar. Ham mana esa yaqin yerda yangi domda mashal do'kondan o'tib, musiqa maktabida o'tgandan keyin chap tarafingizga kirib kelsangiz, shu yerda yana Vayni domda 3 qavatli binoni ikkinchi qavatida 2 xona kvartira ijara belladizlar. Aylık to'lovi $200'dan ekranda mülkiyatning nomerini qo'yamiz, o'zlaridan chiqib gaplashib olishingiz mumkin. Hurmatli vatandoshlar, ijara qilib yurgan vatandoshlarimiz uchun ajoyib variantlardan biri. Oilali odamlar bo'lsa, dim ajoyib bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, mülkiyatini aytishlari bo'yicha oilali odamlar bo'lsa qo'yamiz dedilar. Şu podizda ikkinchi qavatda bu yerda bilasizlar, gaz, svet, suvlardan umuman muammosi yo'q. Zo'r mesada joylashgan, yan atrofida bog'cha, maktablar ham bor. Transportdan ham muammosi yo'q. Yo'llar 60-70 metr yurib chiqsanizlar, transport ham o'tib turibdi. Maktab ham, bog'cha ham bor. Yetib kelsa, kvartiramizning ichki qismidan tanishib o'tamiz. Kvartiramizga yetib keldik, hurmatli vatandoshlar. Ikkinchi qavatda akkuratniy podizlar. Bismillah deb giramiz. Girgandan перехожий zonamiz katta qolgan 2 xonadan iborat. Chap tarafimiz sanusiy qismi bo'ladi. Bu yerda bir xonasi va ikkinchi xonasi. O'ng tarafimizda oshxona qismi. Ichida hamma jihozlari bor azizlar. $200 ijaraga beriladi. Shu aytib o'tganimizda orientirlarni ko'rsatib o'tdik azizlar. Ajoyib mesada, manija yaqin yerda. Kirgandan bu yerda yana elektrik avtomatlari, divorlar polni oboy, eshiklar hammasi MDF eshik, akkuratniy xonadon. Chap tarafimiz bu yerimiz sanusiy yumushxona, hojatxonasi ikkisi bir yerda. Akkuratniy qilib divorlarni однотонный водомой bilan paketib qo'ydilar. Aristollari bor, suv qizdirish uchun. Bu yerda sening unitazlar, dushvoy qilib qo'ydilar buni. Rakovinalar bor, kir mashina to'shchalar ham bor, kir mashina qo'yganlar. Hamma do'stlar bor. Bu yerda pirxoshkalar ham o'rnatganlar. Shivaki konditsionerlar ham bor, hurmatli vatandoshlar. Tarafimizda oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamizda mening kuxniy mebellari, vichkalar, gaz plitalari ham bor. Fartuqlar ham qilingan. Bu yerda xonadonlar ham ajoyibundan tozasidan qo'yib qo'ydilar. Aynalari plastik ramlardan. Bu yerda bilasizlar, suv, svet, gazdan umuman muammosi yo'q. Transportdan ham muammo yo'q. Salgina bir yo'la 60-70 metr yurib chiqsangiz, marshrutlar o'tib turibdi. Bu yerimiz yine asosiy mehmonxonasi. 2 xonadan iborat. Bu yeri bir, oranda ikkinchisi oboylar qilingan, televizorlar ham bor, pardalar asilgan, oyoq kiyimlarni gilamlar ham döşalgan. Hurmatli vatandoshlar, bu ko'rpa döşek ekkesangiz bo'ldi. Narxi $200. Oyna $200dan ekranda mülkiyatning nomerini qo'yamiz. O'zlaridan chiqib, gaplashib, kelib, ijaraga bemalol tursangiz bo'ladi. Mestasi zo'r, mashal do'kon, ko'lay ko'pir, manija yaqin yerda, yo'ldan bir ozgina 60-70 metr giriladi. Hurmatli vatandoshlar, bu yerimizda ham akkuratniy pardalar asilgan, gilamlar ham döşalgan. Yana tarafında bog'cha, maktablar ham bor farzandlaringiz uchun. Magazinlarda ham muammosi yo'q. Transport yurib turibdi. Turizm kollejining yonida yursangiz 4 marshrut o'tib turibdi azizlar. Bu yandan esa Go'jani mashinalari ko'lay ko'pir tarafdan keladi. Go'jani mashinalari, yangiroq Go'jani mashinalari yurib turibdi azizlar. Ajoyib mestada. Mesta положениясine gap yo'q. Hurmatli vatandoshlar, ekranda mülkiyatning nomerini qo'yamiz, prямо o'zlaridan chiqib, gaplashib olishlaringiz mumkin. Narxi ayna $200 ekan. Kimlarda to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Mesta положенияsi zo'r, ham ikkinchi qavatda, yangi domda. Agar kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanizlar, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon ajoyib xonadonlarni taqdim qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilimiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayrlab qolamiz.